Voy rostdan aka, bu ham tekin bo'ladimi? Ha, ukam, kalaska mo'l mijozlari uchun bunisini ham tekinga qilib qo'yamiz. Videoni o'tkazib yubormasdan turinglar, biz sizlarga tekinga zo'r obzor qilib beramiz. Ko'rib turgan kravatinglar Da Vinci kravatdan ham katta bo'ladi razmerlari. Xo'p, bu kravatimizni bemalol yanada kattalashtirib va kichkinalashtirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Kravatimizni bir vaqtda o'zida ham lulkasini ham balonidan foydalanishingiz mumkin. Komplektiga nimalar kiradi? Tekinga qo'shib beriladigan narsalari, pardalari bo'ladi. Ichida o'zini nabori, ko'rpa tushagi bo'ladi. Eng muhimi, kravatimizning tegi qismiga porolon matraslari ham shundoqga qo'shib beriladi. Shkofiga keladigan bo'lsak, shkofi ham razmeri kattasi 1 metrga 2 metr bo'ladi bo'ylari. Ichki qismlariga keladigan bo'lsak, ichki qismlarni ko'rishingiz mumkin. Bir yoq tarafi polkali, bir yoq tarafi 2 etajli vishilka bo'ladi. Eng qiziq joyi tortmasida. Tortmasiga bemalol farzandinglarni naskilarni solib qo'yib ham foydalanishingiz mumkin. Mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Boya aytganimizdek, tekinga qo'shib beriladigan narsa bu Toshkent shahri ichida dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi, murojaat qilaverasizlar.